Mashinada haligacha shpagilovka qiladi. Bu shpatil yaxshi shpatil. Yomon demoqchi emasman. Lekin mana shpatil mashin cho'tki mana. Uzunligi 80 bo'ladi. 80, 60. O'zingiz ham mashina olsangiz bo'ladi. 60. Mana bu bola kelganiga 3 kun bo'lyapti. Shpagilovka nimaligini ham bilmaydi, lekin mana valisida bemalol qilyapti mana. Shundan keyin bu shpatilni olib ustidan bitta tekizlab qo'ysiz bo'ldi. Mana cho'tki bo'ladi. Jichi ishlatasiz, lekin qo'lingiz kelib qoladi, boshida qiyin bo'ladi. Mana bu qilingan ish. Bu bitta silov qilinyapti, hali ikkinchi silov qilingan yo'q. 10 yoshdan cho'tkan. Mana shu bola. O'sha mana effekti mana bilinyapti. Bu shpatil yaxshi, men yomon demoqchi emasman. Bu shpatil nimaga yaxshi? Bunaqa barkaga, unaqa ustunga, mana shunaqa joyga vashe tana. Buni ishlatsa bo'ladi, bu ham o'zini yo'liga. Lekin bu vashe. Buni o'zimiz tanish o'zmaylar olganmiz, 90 mingga olganmiz. Bunisini 150 mingga olganmiz. Italyanskiy. Valis mana. Valisi 150 mingga olingan. Ancha qimmat. Qimmat-ku, lekin effekti vashe tana. Tavsiya qilamiz.